Hammaga assalomu alaykum. Odamlarimiz kelguncha fursatdan foydalanib ozgina foydali videorolik qilib qo'yay dedim. Nimaga qo'y mollarda kamqonlik kasalligi kuzatilmaydi? Umuman kuzatilmaydi. Yiliga 2 tadan tug'sayapti. Chunki ular zangor o'tdan oziqlanadi. Zangor o'tda qonni ko'paytirib beradigan, qonni quvvatini oshirib beradigan mineral vitaminlar juda ham ko'p. Shuni hisobiga shu narsa kuzatilmaydi. Agar biz ham zelen, kashnash, ukrop, shifonatlar bor, shuni doimiy kundalik normasida iste'mol qilib tursak, qonimiz har doim 12-13 bo'lib yuraveradi. Ayniqsa homiladorlar, farzandingiz sizdan keyin, tug'ilgandan keyin kamqonlik bilan qiynalmasin desangiz, qoningizni o'sha 12-13 ga olib chiqib olishingiz kerak. Chunki qaysi qonda bo'lsa ona, o'sha qon bilan tug'iladi homila, umrining oxirigacha xuddi shunaqa ketadi. Uni ko'tarib olishlik juda ham qiyin bo'ladi. Ustida ko'p ishlashlik kerak bo'ladi. Agar 12-13 homila dunyoga kelsa, unda qondan muammo bo'lmaydi, sog'lom turmush tarziga rioya qilib borsa. Zelen yeyolmayman deydiganlarga tavsiya qilaman, premium spirulina degan narsa bor. Dengiz o'ti. Nimaga dengiz o'ti deyapman? Chunki dengizdagi mahsulotlar hali u darajada zararlanib ketmagan. Shuning uchun dengiz mahsulotini olib ichganlarda natija juda ham zo'r bilinyapti. Test effekti juda ham kuchli. Tavsiya qilaman, adashib qolmanglar, faqat premium spirulina degani bor. Buni ham har xil turlari ko'payib ketib qolgan. Eng sifatlisini o'sha o'zini maxsus sotadigan magazinlardan olsalarning, xudo xolasa, natijasi yaxshi bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.